Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan elektronikani o'rganishimiz bo'yicha 7-dars. 7-darsda biz kondensatorlarni o'rganamiz. Kondensator o'zi nima? Birinchi hissiyot paydo bo'lishini biz просто o'zini ko'rib chiqamiz. Mana shu kondensator. Mana bu ham kondensator. Bu ham kondensator. Bu ham kondensator va bular ham kondensator. Mana ekran ko'rsataylik. Kondensator o'zi vazifasi nima? Kondensator bizga zaryad yig'ib beruvchi qurilma. Buni o'zi ishlash prinsipi qanaqa? Bunaqa ikkita plastinka bir-biriga parallelni ulanadi. Bir-biriga parallelni joylashtiriladi. Bunaqa parallelni joylashtiriladi. Orasida zazor bo'ladi. Qanchada zazor bo'ladi? Endi mana ikkita plastinka parallelni joylashtirildi. Bu plastinkaga zaryad beriladi. Plus va minus zaryad berilganda mana plus plastinkada plus zaryadlar yig'ilishni boshlaydi. Plus zaryadlar yig'ilishni boshlaydi. Minus plastinkada esa minus zaryadlar yig'ilishni boshlaydi. Plusda plus, minusda minus zaryadlar yig'ilishni boshlaydi-da. Bu o'zini sig'imigacha yetgungacha zaryad yig'adi, o'zini sig'imi yetdi, bo'ldi, zaryad yig'ishni to'xtatadi. Shu vazifani bajaradi. Hech qachon bu bir-biriga ulanmagan, orasida zazor bo'ladi. U havo bilan bo'lsin, xoh boshqa dielektrik materiallar bilan bo'lsin, bir izolyatsiya qilinadi. Sxemada ko'rinishi mana shunaqa ko'rinishda bo'linadi. Ikkita parallel chiziq, mana noshkasi bir tarafiga plus belgilab qo'yadi. Mana shu kondensatorda sxemadagi ko'rinishi. Xo'p, demak, kondensatorlar o'zini xususiyatiga ko'ra 3 xil deylik. Asosan 3 xilga bo'linadi. Hozir bizda faqatgina elektrolit bor. Mana uni nima derdi? Hozir to'xtab turam. Bu va keramichskiy bor. 3 xil turi bor. Elektrolit, keramik va mana shu nimadir deydi, hozir esimdan chiqib ketdi. Ya'ni 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Asosan biz ko'p ishlatadigan narsamiz mana elektrolitli bo'ladi. Sxemada ko'rishi mana bunaqa ko'rinishda, hayotda esa mana bir tarafida oq chizig'i bo'ladi. Bu oq chizig'i minus tarafda belgilaydi, yo'q tarafi plus. Mana tagidan ko'rsanglar ham ikkita noshka bor. O'ng tarafida mana minus chizig'i bor. Bu tarafi minus ekan. Sxemada har doim plus taraf belgilanadi. Mana bu kondensatorda ham ikkita oyog'i bor, minus tarafi va plus tarafi. Mana bunda ham minus tarafi, plus tarafi. Kondensatorda sig'imi nimada o'lchanadi? Bu kondensatorda sig'imi Faraday olim topgani uchun uni o'lchov birligini faradda belgilagan. Ya'ni buni endi sig'imi qanaqa? 1 farad bizada 1 farad bizada hozir 1 2 3 4 5 6 mikrofarad bo'ladi. Mikrofarad bo'ladi. 1 million mikrofarad. 1 mikrofarad 1 mikrofaradimiz bizada 1000 nanofarad bo'ladi. Yoki 1 million pikofarad bo'ladi. Mana 1 million pikofarad bo'ladi. 1 faradimiz million mikrofarad, 1 mikrofaradimiz 1000 nanofarad yoki 1 million pikofarad. Farad, keyin mikrofarad, nanofarad pikofarad bo'ladi. Mana shunga qarab hisoblanadi. Demak, bizning mana kondensatorimizda necha deyapti? 63 volt 2200 mikrofarad.
ya'ni 63 voltgacha bo'lgan kondensator manbaga ulaymiz, 220 mikrofarad yig'adi. Endi ulanishda bizda mana manba bor. Bu yog'i plus, bu yog'i minus oldik. Kondensatorga ulayapmiz. Mana kondensator. Manba bilan kondensatorning farqi, manbada bir tarafi kichkina bo'ladi, bir tarafi uzun bo'ladi. Bunda ikkalasi bir xil bo'ladi. Plusdan plusga uladikmi, bu yoq ham plus bo'lishi kerak, bu yoq minus bo'ladi. Shunda zaryad yig'adi, to'g'ri ishlaydi. Teskari ulasanglar bu portlaydi. Oldinlari krishkasi uchib portlab uchardi, mana krishkasi. Hozir bezopasniy bo'lishi mana bunaqa chiziq qilib qo'ygan. Endi mana shu bo'shashgan joyidan yoriladi, ochilib qoladi, bo'ldi. Endi qaranglar. Bizda mana shu yerda 100 volt bor. Manbamiz 100 volt. Agar mana bu yerga 50 voltlik kondensator ulasak, kondensatorimiz portlab ketadi. 100 voltga kamida 120 dan tepaga qarab volt tanlashimiz kerak. 120, 150, 160, 200 volt kondensator qo'yiladi. Ulashini shu joyga e'tibor beringlar. Xo'p, bugun sizlar bilan 7-darsda qisqacha kondensator to'g'risida nima, qanaqa ko'rinishda ekanligi, uni farad, mikrofarad, nanofarad, pikofaradlar bilan tanishdik. Keyingi darslar yana ko'rishguncha обязательно videoga like bosinglar, do'stlarga ulashinglar.